Bu hammamizga tanish va suyukli bo'lib qolgan logolarimiz. Endi esa diqqat qiling, bizda rebranding. Biz hozir siz bilan brendlar zamonida, katta kompaniyalar va firmalar davrida yashayapmiz. Bugun mana shu tadbirimizning o'tishida, umuman faoliyatimizning davom etishida ham bizga hamkorlik qilayotgan ko'plab brendlar bor. Ularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Nima uchun biz brend haqida so'z ochdik? Mana tasavvur qiling, siz brend egasisiz. Sizni boshqa firmalardan tomoshabin yoki mijozingiz nima bilan ajratib oladi? Albatta, sizning logotipingiz bilan. Bizning ham o'z logotipimiz bor. Bu logotipni hammamiz ijtimoiy tarmoqlarda, bizning bosma nashrlarimizda ko'rganmiz, to'g'rimi? Bu hammamizga tanish va suyukli bo'lib qolgan logolarimiz. Endi esa diqqat qiling, bizda rebranding, ya'ni bizning yangi logolarimiz. G'oya, qadriyat va maqsadlarimizni o'zida mujassam etgan yangi logolarimiz. Endi Muslimat va Binti Sodiq kanallarimizning logolari avvalgisidan yanada nafisroq va yanada zamonaviyroq bo'ldi. Ushbu go'zal va mazmunli timsollarning yaratilishida Red Fox jamoasining hissasi katta bo'ldi. 10 yillik tajriba va 2000 dan ziyod muvaffaqiyatli loyihalarni bajargan Rahim Sa'diy boshchiligidagi o'z sohasining yetuk mutaxassislari mana shu xayrli ishni amalga oshirishdi. Aynan ularning professional yondoshuvi natijasida logolarimiz bugungi ko'rinishga ega bo'lib, yo'nalishimizni yorqin aks ettirmoqda. Ko'rib turganingizdek, ijodkorlar ozmuncha mehnat qilishmadi. Bu yerda har bir chiziq, har bir rang va har bir g'oya ortida ulkan izlanish va mas'uliyat mujassam. Yangilik sizlarga va milliondan ortiq sondagi boshqa muxlislarimizning barchasiga ham ma'qul keladi degan umiddamiz.